Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan bog'chani noyob sotish taklifi haqida gaplashamiz. Bu rus tilida OTP deyiladi. Bu narsa bog'cha uchun hamda har qanaqa biznes uchun juda ham zarur hisoblanadi. Ayniqsa startap biznesida, ya'ni bog'changizni endi ochayotgan bo'lsangiz, bu narsa bog'changizni tanilishi uchun juda ham kerakli instrument hisoblanadi. Bog'chani noyob sotish taklifi albatta raqobatchilarni analizini qilib bo'lganingizdan keyin ularni noyob sotish taklifiga qaraysizlar, ya'ni nimani ular zo'rroq bajaradi, nima bilan ular ota-onani o'ziga qiziqishni jalb qilib olishgan, ularnikini qaraysizlarda o'zinglar uchun yangi noyob sotish taklifini albatta qilib olishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bog'chalar kun sari ochilib ketayotganligi uchun noyob sotish takliflari albatta kamayib ketyapti. Chunki bilasizda, masalan, aytaylikki, xuddi shu narsa boshqa bog'chalarda ham bor deb. Siz qanaqadir yangi narsa o'ylab topishingiz kerakda. Bu narsa sal-pal qiyinroq bo'ladi, lekin agar bu narsani topib olsangiz, bog'changizda bir deganda nima deydi, bolalar ko'payib ketishi mumkin va sizni bog'changiz shu orqali tezroq bozorga tanilishi mumkin. O'shaning uchun qanchalik noyob sotish taklifi zo'r bo'lsa, shunchalik sizni bog'changiz tezroq taniladi. Har xil noyob sotish takliflari bor. Masalan, birinchisi bu ta'limni yuqori sifatda bo'lishi. Bu narsani ko'plar aytishadi, lekin ko'p bog'chalar bu narsani berisha olmaydi. Ta'limi yuqori sifatida bo'lishi degani bu albatta dars jarayonlari juda ham puxta tayyorlangan va puxta ma'lumotlarni puxta darajada bolaga berilayotgan bo'lishi kerak. Ko'p bog'chalar bu narsani va'da berishadi, lekin ko'pchiliklari bu va'dani ustidan chiqishmaydi. Agar siz shu yo'nalishni tanlaydigan bo'lsangiz, albatta ta'lim sifatini yana ham yaxshilanishi uchun siz pedagoglarni oliy ma'lumotli shu yo'nalishda anchadan beri ishlayotgan pedagoglarni olishinglarni tavsiya bergan bo'lardim. Bir xil bog'chalarda bog'cha uchun emas, tarbiyachilik uchun bolalar kelishadi. Masalan, bog'chani zo'r qilib qo'ygan bo'lsangiz, lekin tarbiyachilar sal-pal savodi pastroq bo'lsa yoki bo'lmasam o'zini ishiga sal-pal sovuqqonlik bilan qaraydigan bo'lsa yoki o'zini ishini yaxshi ko'rmasdan ishlaydigan tarbiyachilar agar olinadigan bo'lsa, bu bog'chani obro'siga ham putur yetkazadi. Chunki masalan, siz shuncha tayinlanib, litsenziya olishga tayinlanasiz, shuncha tekshiruvlardan o'tasiz, ancha-muncha yo'lni bosib o'tasizda, lekin qanaqadir tarbiyachi kelib baribir bog'chani nima deydi, obro'siga putur yetkazadigan bo'lsa, bu ham noto'g'ri. O'shaning uchun bog'chaga tarbiyachi olayotganingizda siz albatta juda ham ko'p jihatlariga qarashingiz kerak bo'ladi. Chunki bog'chani tarbiyachisiga qarab noyob sotish taklifini bersangiz bo'ladi, ya'ni yaxshi tarbiyachilarni chaqirib bog'changizga bizga shunaqa tajribali, aqlli, bolalarni sevadigan, o'zini ishini sevadigan tarbiyachilar ishlaydi deb siz ota-onalarni qiziqishini jalb qilib olishinglar mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda yana noyob sotish taklifiga ko'p bog'chalar ingliz tilini ilk yoshdan qilib qo'yishgan. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu sal-pal qiyin. Chunki bog'chada ko'pincha 3 yoshdan keyin qo'yilsa ingliz tili yaxshiroq bo'ladi. Yaxshiroq bolalar bu tilni olishadi. Chunki 3 yoshgacha bo'lgan bolalar o'zi to'liq hamda yaxshi gapirmayotgan bolalarga yana yangi til qo'shish sal-pal qiyinlashadi. O'shaning uchun uni o'rniga boshqa mashg'ulotlar qo'ysa bo'ladi. Lekin hozir ko'pchilik bog'chalar ingliz tilini ilk yoshdan qilib, ya'ni 1,5-2 yoshdan bu mashg'ulotni qo'yib, bolalarni sal-pal charchatib qo'yishyapti. Ular bu narsani xuddi noyob ish taklifi sifatida ota-onalarga ko'rsatishyapti. Endi siz bu narsani qilasizmi yo'qmi, albatta bu sizning xohishingiz. Bu ham bitta noyob ish taklifiga kiradi. Lekin siz masalan aytaylikki, shunaqa misol borki, ingliz tilini katta yoshdagilarga qo'yasiz, 3 yoshdan, 4 yoshdan tepa bolalarga qo'yishingiz mumkin. Lekin har kuni qo'ysangiz, buni natijasi katta bo'ladi. Bolalar ham
sekin sekin ingliz tilida gapirishni boshlashadi, ingliz tilidagi so'zlarni bilishni boshlashadi. Albatta ular uyga kelganidan keyin ota-ona baribir bolasi boshqa tilli so'zlarni aytayotganidan keyin albatta ota-ona juda ham xursand bo'lib ketadi. Buni natijasini ko'rgandan keyin masalan boshqa tanishlariga ham bog'chani reklama qilib berishi mumkin bo'ladi. Bog'chani yana noyob ish taklifiga toza, shirin ovqatlar bo'lishi ham mumkin, sifatli ovqatlar bo'lishi ham mumkin. Chunki bor shunaqa bolalar bir xillari uyda ovqatlanishmaydi, bog'chani ovqatini yeb kelishadi, uy ovqatini yeyishmaydi. Masalan, bizning bog'chamizda shunaqa, hattoki bolalar uyga borganidan keyin ota-onasidan iltimos qilishadi. Ayniqsa shanba oddix kunlari bog'chamdagi xonim qilib bering yoki bog'chamdagi osh qilib bering deb, bu ham juda ham bog'chani obro'siga zo'r ta'sir qiladigan narsa. Buni ham noyob ish taklifiga kirgizib qo'ysa bo'ladi. Keyin yana ota-onalar bilasizlarmi, guruhi kattaligiga ham ko'p e'tibor berishadi. Qanchalik guruh katta, xonalari toza, shinam, yorug' bo'lsa, shuncha ota-ona bergisi keladi. Va bular ota-ona bog'chaga berishdan oldin bitta aylanib chiqaylik, bitta ko'rib chiqaylik yoki rasm bo'lsa ko'rsating deb qiziqishadi. O'shaning uchun guruhlaringiz hajmi qanchalik darajada katta bo'lsa, albatta sizga bu narsa yaxshi nima deydi, tezroq xaridorlarni jalb qilishga olib kelib beradi. Chunki har bitta ota-ona baribir o'zini bolasi erkin katta bo'lishini xohlashadi. Hamda o'ynaydigan maydonchalari ham qanchalik katta bo'lsa, bu narsa sizni bog'changiz uchun shunchalik plyus bo'ladi. Metodikangiz boyligi ham bu noyob sotuv taklifiga ham kiradi. Qanchalik metodika boy bo'lsa, ya'ni ilk qadamdan tashqari yana boshqa metodikalardan foydalanib, o'zingiz ham har xil mashg'ulotlar o'ylab topib qilsanglar, bu bolani o'qish jarayonida juda ham katta natijaga olib keladi. Keyin ko'p bog'chalar hozirgi kunda kamerani ota-onalarning telefoniga onlayn translyatsiya ulab berishyapti. Ya'ni ota-onalar ishdami, uydami bemalol bolasi nima qilyapti, qanaqa darslar bilan shug'ullanishyapti, vaqtida uxlayaptimi, yo'qmi, vaqtida ovqat yeyaptimi, yo'qmi, bu narsalarni nazorat qilib turishi mumkin. Va bu narsa ota-onaga ishonch hosil qilish uchun beriladi hamda bog'chaga bo'lgan ishonchi yana ham ortadi. Bu narsa ham hozirgi kunda noyob sotuv taklifiga kiradi, lekin bu narsaga ko'pchilik bog'cha ruxsat bermaydi. Endi siz ham o'zingiz sharoitingizga qaraysiz. Agar bu narsani bera olsangiz zo'r, agar yo'q men hozircha onlayn translyatsiya bermayman, ya'ni ota-onalarning telefoniga kamera ulamayman desangiz, bu ham endi o'zingizning xohishingiz. Qanchalik sizni noyob sotish takliflaringiz ko'p bo'lsa va boshqalardan ajralib tursa, shunchalik xaridoringiz ko'p bo'ladi. Bu darsda sizlar bilan noyob sotish takliflari to'g'risida gaplashdik. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha.